Bugün yayınlara cevap oluştururuz. doktor ve çıkım yolu sanıyor. Tepelerin anlatıyor. Fazla yoksa mesela bir iki gün veriyor. 5 gün olacak ya. Boşanma olmaz ya. Bular Muhsin aka kimga donorlik qilgan? Bular Shavkat Rahmatulloh akasiga kelgan ekan bular. Pochka buyrak bergan. अभी गए तो प्रोटीन मतलब के लिए आओगे तो कहीं Bular ukasi bo'ladi. Endi yaxshi siydik. Tekturiyatda hamma yaxshi. Sizlar qayerdan? Namangan zaman. Namangan shahar. Akangizga buyrak berdingiz a? Uylanganmisiz? Uylanganmisiz? Xotiningiz, uyingizdagilar sizga qarshilik qilmadimi? Buyrak berish yarimjon bo'lib qolib. Aka uchun berdingiz a buyragingizni. Hozir holatingiz yaxshimi? Zo'r.